YouTube'dan savol kelibdi. O'quv markaz endi ochmoqchi bo'lgan insonlar avvalo nima qilish kerak va o'quvchilarni qanday jalb qilsa bo'ladi? Tushuntirib bera olasizmi? Xo'p, YouTube'dagi obunachimiz oldindan yangi bo'ladigan bo'lsa, Chunli Center SSP degan instrumentimiz bor. Bir oyda nechta o'quvchi yig'moqchilar, ya'ni maqsadga qaraladi. O'shanga qarab konversiya tuziladi. Xo'p, ya'ni aytaylik, kalibr qanchalik, ya'ni qanchalik kuchi yetadi. Misol uchun 100 ta o'quvchi yig'moqchi bo'lsangiz, sizga taxminan 1000 ta lit kerak bo'ladi. 1000 ta lit uchun siz oldinga qolishingiz kerakki, 1000 ta lit sizga necha pul tushishi uchun har kuni target yoqib ko'rasiz. 3 kun target yoqib ko'rasiz. 3 kundan keyin bitta litdan narxingiz kelib chiqadi. O'shandan keyin sizga agar 100 ta o'quvchi yig'moqchi bo'lsangiz, 1000 ta lit kerak bo'ladi. 1000 ta lit uchun siz tayyor turishingiz kerak shu pul to'lash uchun. Masalan, 100 ta o'quvchi yig'moqsiz. Endi har bitta bo'lim bor. Moliyasi bor, marketingi bor, sotuv bor va o'quv bo'limi HR bor. Har bittasini xodimlar bilan kelishib olishingiz kerak, yozma. Men misol uchun moliya qanaqa отчетlar topshirib berish kerak, marketing qanaqa topshirish kerak, sotuv bo'limi rahbari, ya'ni ROB qanaqa topshirish kerak, o'quv bo'limingiz rahbari, ya'ni o'quv bo'limi rahbari sizga qanaqa отчетlarni topshirish kerak. Nechta o'quvchini ushlab qo'yapti? 1000 ta lit tashladingiz, eng kamida 500 ta o'quvchini ushlab qo'yaptimi? 5 probniy darsdan. Va HR nechta ish kerak bo'lyapti, u qanaqa standartlarni qabul qilyapti. O'shani yozmasini qilib olishingiz kerak.